kerak? Qo'lim og'rib ketdi-da, gapdakini ko'tarsangiz bo'layku. Chichim, ayollar sumkasini ko'tarib yuradiganlardan emasman. G'ururimga to'g'ri kelmaydi meni. Ana. Endi qo'yishni lashiram. Jonim qizim faqat chochimdan pigudek qo'yasiz, hamma? Yo'q, sizga guldek qizimni berib qo'ygan bo'lsam, siz ham bir martagina meni onajon deng. Men hech qachon o'zimda ayamdan boshqa odam onajon deyolmayman. Xafa bo'lmaysiz, Nozim opa? Dadajon. Ha, ona qizim nima bo'ldi? Onajonim meni, onam meni. Yo, tavba. Mayli opa, yaxshi boring. Uka, gapdakini pul kerak bo'lib qolibdi. Pamboqqa yo'lga olmoqchi edim, yordam qilib. Opa, aytsam ishonmaysiz, chilg'ay pulimiz yo'q. O'zimiz har kun shakarchaga non botib yeb o'tiribmiz, sadasi ketaylik. Dada, par qo'yniga bering. Bo'ldi ona qizim, hoy sandiqdagi puldan $100 olamiz-da, maydalab anshimga beraman, hamma. Ketdik, o'sha. O'l qasamxo'ri. Birinchi oyog'ingizni yuvib qo'yingmi yo ovqatingizni sizib beraymi? Arslonim? Arslonlama, sirqov, bunday odamga gapiradigan gaplar gapir. Men senga hayvon emasman, tushundingmi? Qizim, ot bo'laymi, eshak bo'laymi? Ot. Jonim. Sen boymisan, direktormisan, kachokmisan, kim bo'lsang ham uyga kelgandan keyin qizim ot desa ot, eshak desa eshak bo'lar ekansan-da.